Assalomu alaykum. Bu galam subota voskresenyamizda magazin axtarish bilan bandmiz. Gustoy o'rmon mashinada navigator ursang 27 kilometrga ko'rsatib qo'ydi. Lekin pishkom men shu o'rmonning ichidan kesib chiqsang 4 kilometr ekan. Ben korkak kaldım girgenden keyin choy ichana girib ketdim, bulbullar sayrab turibdi. Hechniklar napadeniya etmasmi ekan? Korkak kaldım. Girganda girdimdan korkishlar ekan. İnson zoti bo'lmasa, yuradigan yo'l bo'lmasa. Chiziqlar bor ekan bu yerda. Qachon yurayman ekan endi men? Şu ormanın gustoy tarafına qarab geri ketaveramiz.